uyingizga kelgan hamma mehmonlaringiz aytadi, o'zi yangi oldingmi pardangni, qachon olding? Shu sirkadan qo'yasiz. Qarang, bu tayyorlangani, o'zimiz somsaga qo'shib yeydiganimiz bor-ku, tayyorlangan sirkadan bir stakancha qo'yasiz. Keyin shundan qo'yasiz, qarang, 2 qoshiqday qo'yibman. 15 daqiqa qolish kerak. Bu suvingiz qizlar qo'lda yoqmaydigan, qo'lda isitib olmaydigan, qaynoq bo'lmasligi kerak qizlar. Endi qarang, kirini birdaniga suvni tagiga chiqaryapti. Pardani kiri, dog'i, hamma narsasi sarartilari suvni tagiga chiqib ketadi. 15 minut turgandan keyin buni bir kir mashinga solasizmi yoki bo'lmasa chayqab osib qo'yasizmi? Qorday oppoq bo'lib ketadi qizlar bor. Ishonmasangiz qilib ko'ring. Mana turklar ko'p shunday qiladi. Qarang, kirini chiqishini ko'ryapsizmi? Birdan chiqib ketadi. Katta restoranlarda, hotellarda birinchi shunaqa qilib ko'pirtirib, keyin kir mashinaga bitta tashab olar ekanda, ham rangi qorday oppoq bo'ladi qizlar. Bir marta shu usulda yuvib ko'rsangiz, hayron qolasiz. Yana kelgan qo'shnilaringiz, mehmonlaringiz aytishi mumkin, nima bilan yuvding pardangni? Qanday bunaqa top-toza bo'ldi? Nima qilding deb albatta so'raydi.